Qachonki qizim ruchka bilan tanishgan bo'lsa, uyimizdagi barcha oq narsalar aynan shunday ko'rinadi. Stul, shkaf, kravat desmo, hatto uning oq garshogi ham haqiqiy san'at asariga aylangan. Va albatta to'yib chizib olgandan so'ng ularni ketkazish harakatlarini ham boshladim. Va hozir sizlar bilan Aqua Magic Spray vositasi bilan ketkazib ko'ramiz. Buni qaranglar, haqiqatan ham mo'jizaviy vosita. Bir necha purkash, bir necha soniya kutish va qarang, hech qanday kuch sarflamasdan barcha ruchka va qalam izlari g'oyib bo'ldi. Qizimni stol bunaqa oppoq faqat yangi paytida bo'lgan edi. Eng yoqimlisi bu mahsulot gipoallergen. Bu mahsulotdan so'ng qayta artish yoki yuvish shart emas. Bolalar uchun ham xavfsiz. Nafaqat mebel, balki kiyim, krossovka, hattoki ob'oydagi dog'larni bir zumda ketkazadi. Bu vosita bilan endi men qizimga bemalol ruchka, qalam, hatto bo'yoq ham bera olaman. Aytgancha bilasiz, tez orada ikkinchi farzandli bo'laman va ikkinchi bolamga deyarli hech narsa olmadim. 2 yillik o'yinchoqlariga ikkinchi jon berishga qaror qildim. Aqua Magic kislorodli очиститель yordami bilan eski o'yinchoqlar endi yangidek toza, xushbo'y va eng muhimi xavfsiz.